Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ronaldo haqida har xil fikrlar yozilgan. Shuni kommentariyni bitta-bitta o'qib beraman, ya'ni shorts videoda. Bering Cristiano Ronaldo Al Nassr darvozaboniga penaltini qaytarish bo'yicha ko'rsatma beryapti. Al Nassr 2-0 hisobida oldinda borayotgan paytda Saudiya Pro Ligasida 89-daqiqasida Al Nassrga penalti belgilaydi hakam va Cristiano Ronaldo darvozabonga qanday harakat qilishlikni va o'ng tarafga sakrashlikni maslahat berar ekan va darvozabon aytganday qiladi va penaltini qaytaradi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, Ronaldoni ko'rsatib, unga rahmat aytadi, ya'ni sen tufayli degandek ishora qiladi. O'yindan keyin darvozabon buni ochiq aytadi, ya'ni Ronaldo o'ng tomonga sakrashlikni maslahat berdi va shunday qildim deydi. Nima deb o'ylaysiz? Cristiano Ronaldo kelajakda agar murabbiylik faoliyati bilan shug'ullansa, eplab ketsa kerak-a? Nima deysizlar? Eplab ketsa kerak degan murabbiyligiga ko'p odamlar javob bergan. Shuni qiziqlarini sizlarga terib o'qib beraman. 1 soat bo'libdi oxirgi kommentariy. Eplab ketsa kerak deganga Karim Bozorov javob berishgan ekan. To'g'ri deyishibdi. Undan keyin albatta bo'la olmaydi deb kulib qo'yibdilar. Menimcha Messini muxlisi bu bola. Vadli Xudoyqulov degan akkaunt ekan. Ronaldo 1000 ta gol urmaguncha ketmaydi. 100 yoshda ham futbol o'ynashni davom ettira oladi deyishibdi Abdullayev Fazliddin. Cristiano Messi debdilar, aytdim-ku, bitta Messini muxlisi ham chiqdi. Ha, albatta, ha, to'g'ri borsa kerak. Ha, axir qariyapti, lekin baribir futbolda bo'lsin, hech bo'lmasa murabbiylik qilib. Axir bitta hozir emas-ku Ronaldoni taklifidan natija chiqqani. Oxirini tushunmadim. Hammasi Allohning ishi, Ronaldo sababchi xolos biladi debdilar. Bu gap to'ppa-to'g'ri ana shu. Rosa sabab xolos. Lekin harakat qilyapti shu sababchi bo'lishi uchun. Misol biz uyimizda o'tiribmiz, sababini qila olmayapmiz. Masalan, Realga murabbiy bo'lsa, Real yana oldingidek yutqizmaydi deyishibdi Jahongir Safarov. Xo'p, birov bilan ishim yo'q, oldin o'zim eplab olay debdilar. Nima deysiz? Video qo'ygan inson debdilar. Gap yo'q. Managa ko'rib turgan bo'lsangiz, sizga boshqacha hurmat qildim. Chunki birinchi o'rinda o'zingiz haqingizda aytibsiz. Birov bilan ishim yo'q, oldin o'zim eplab olay. Sizga omad tilayman, ishlaringizga rivoj topganingizga Alloh baraka bersin. Shavkat Marqayev degan aka ekan. Avliyo deb ham tan olinglar deyishibdi Dostonbek Husanov. Bunisiga qo'shilmayman. Xo'p, zo'r murabbiy chiqishi mumkin, ammo u xudo emas yoki avliyo emas debdilar. To'ppa-to'g'ri. Sharof Qo'ziyev. Shu gapingiz to'ppa-to'g'ri. Savolni qara. Farida Barakayevna. Agar meni ko'rib turgan bo'lsangiz, zo'r yozibsiz. O'sha sizga 4 kun oldin like bosib, bitta yurechcha ham bosgan ekanman. Kommentariyga o'zim kulgan smaylam yozib qo'ygan ekanman. Ya'ni savolni qara, murabbiylikni eplaydimish. Eplaydimi-mush. Eplab ketsa kerak deydimi deyishyapti. Tur yo'qol bu yerdan san deyilibdi. Klient F1 G degan. Sagan moyin bo'yulsin. Salabiddin Abduqodirov 4 kun oldingi ekan, bilmadim uni. Chiroyli gollar tasodifan bo'ladi deyishibdi. Shuhrat Yandashev. Ronaldoni murabbiy qo'ysa Al Nassr birinchi o'rin bo'lib ketadi-ku. Al Nassr. U FIFAni sotib oladi deyishibdi. Xo'p, Realda murabbiy bo'lishini ko'rsam bas, armonim qolmaydi deyishibdi. O'zbekcha yozuv ekan. Never give up degan akkaunt ekan. Ozoda Namozova 7 kun oldin yozibdilar. Ronaldo bemalol
murabbiy bo'la oladi debdilar. O'tkazib o'qiyman. Krishtianu Ronaldo murabbiylikni qotirib tashlaydi. 10 ming yo 100 ming foiz agarda bu buni o'zi xohlasa deyishibdi. Sanobar Yo'ldashevaga. Aka bir balo qilib qo'ydingiz, videoni qizig'i qolmadi deyishibdi. Bravo degan akkaunt ekan. Ronaldo ko'p penaltini tepadi, chapga tepadi, o'ng oyoqlilar ko'p ishlarga tepadi. Boshqa gap topmadingmi deyishibdi. Bu o'zi videoni men Instagramdan olganman, videoni tagiga ham yozib qo'yganman. Undan tashqari egasiga aytganman, mana kanalda nomi ham bor, Sardor Vulqon degan bor. Sardor Vulqon, shunaqa. O'zlariga yozib, aka videongizdan foydalanyapman, qarshi emasmisiz? YouTube kanalimga qo'yaman. Qimor reklamasiga qarshiman, qimor reklamasini qo'ymayman. Sizga zarari tegan o'sha holatni qilmayman deb aytganman. Mayli bemalol foydalaning deyishgan aka. Instagram'ingizni belgilab qo'ydim deb aytganman. Kelajakda emas, murabbiylikni 5 yil oldin boshlab bo'lgan deyishyapti. Narzillo Amriyev 5 yil oldin o'sha Portugaliyada o'sha jarohat olib chiqqanda murabbiyga yoniga borib yordamlashgan, menimcha shuni nazarda tutishgan. Ronaldoni O'zbekiston sborniga olib kelishi kerak. 4 hafta oldin yozishgan ekan Bahodir Saydaliyev. Ronaldo Xabi Alonsodan keyin Real Madridga yoki Portugaliyaga murabbiylik qilsa yaxshi bo'lardi deyishibdi. Ayol kishi ekan, Fotima Qodirova 4 hafta oldin yozishgan ekan. 200% garantiya bering, eplaydi Ronaldo debdilar. Havasxon Artuxo'jayev. Familiya Artuxo'jayev. O'zi nima ekan? O'g'il bilaniki. Ronaldo va Ronaldinho ishtirokida ikkita murabbiy bo'lsa, o'zi tamom, hamma sinadi va hammani sindiradi deyishgan ekan. Camilo Play. Ronaldo nomer 1. Sensiz ham o'zi biladi qaysi paytda o'ynashdi deb yozishgan ekan. 4 hafta oldin. 1000 ta kommentariy yozilgan ekan. Hammalaringga rahmat. Shuncha fikr bildirganlaringga. Ronaldo murabbiylikni chichib qo'yadi. Temur Kapetsiya eplaydi deb yozishgan ekan. 1 oy oldin Lamin Yamal M7 akkaunt ekan. Xo'p, Gentleman 1 oy oldin yozgan ekan. So'kinib yozgan ekan bu odam. Undan keyin Jo'rabek Eshmurodov. Bu ham so'kingan ekan. Bu juda yomon so'zlar bilan yozib so'kingan ekan. Hop, men shunda javob yozgan ekanman. Allohga nima deysiz narigi dunyoda deb yozgan ekanman. Haqiqatda nima deysiz agar meni ko'rib turgan bo'lsangiz, shu so'kinganlaringga. U dunyoda qidirasiz mendan uzringizni so'rab olay deb. Hammani davri o'tadi ukam. Siz o'ylamang ukam deyishibdi. Azizbek Umarov. Rahmat aka. Endi qiziq uchun shunaqa deb shu Sardor aka yozishgan, o'sha ovoz berishgan. Odamlarga qiziq bo'lsin deb. Manzura Qurbonbekova 1 oy oldingi. Ronaldo Real bilan ko'p o'ynagan. O'sha futbolchini yaxshi biladi. Penaltida qayoqqa tepishni biladi. Unga sakrashni maslahat beradi deyishgan ekan. Hujumdagi holat qanaqa bo'lishini yaxshi bilgani uchun maslahat beradi-da, har bir varatar hujumchilardan o'rgansa yaxshi shekilli debdilar Akmal aka. Ronaldo murabbiy bo'lmayman degan, adashmasam deb yozishgan ekan Mo'ydinjon Tursunboyev. O'zbeklar murabbiylik qilyapti-ku, Ronaldo murabbiylik qila olmaydimi deyishgan ekan G'ayratjon Akbarov 1 oy oldin. Mana bu yerda aka Ronaldoni bilmadim-ku, siz Nobodo Leonardo DiCaprioga
qarindoshlik joiz yo'qmi deyishgan ekan. Shu Sardor Vulqonday akani haqiqatda o'xshaydilar. Men ham o'xshatganman boshida. Eplab ketsa kerak emas, aniq eplaydi. Ronaldoday futbolchi boshqa bo'lmaydi, deb Akmal Sharipov yozishgan ekan. Bemalol eplaydi, chunki u 40 yildan beri futbolni ko'rib o'ynab yuribdi, deyishgan ekan Muhriddin Sattorov. Muhammadjon Asadbekov 1 oy oldin yozishgan ekan. Bir balo qilaman deyman deb so'kingan ekanlar. Bu so'kinganlarga yana bitta Olimxon Hoshimov ham so'kinibdi. So'kinganlarga to'g'ri yo'lda maslahat beraman. So'kinmaslikda. Shu ham savol bo'ldimi? 1-sinf o'quvchisi ham biladi buni deyishibdi. Omon Adizov aka. Omon aka. 100% Cristiano Ronaldo deb yozishgan ekan. Murabbiylar Ronaldoni taktikasi bo'yicha jamoani tayyorlaydi deyishibdi. Yo'q, futbol ko'rishni uncha yaxshi ko'rmaydi Ronaldo deyishibdi. Sardor Dilbarjonov. General bo'lishni xohlamagan askar bo'la olmaydi. Ronaldo eng yaxshi o'yinchilardan biri. Xudo xohlasa kelajakda murabbiy bo'lsa ham eng yaxshi trenerlardan biri bo'ladi menimcha deyishgan ekan. Bizga Ronaldoni murabbiyligi deb Hayitali Saidov so'kingan ekanlar. Ronaldoni murabbiylikka toqati yetmaydi. Tez asabiylashib ketadi deyishibdi. Shahzod 1998 Uzib degan akkaunt. Voy, Ronaldo gapirib qo'ysa ham murabbiy bo'lib ketadi shekilliga deb Kezi PUBG deb yozishgan ekan. Tavba qildim. Sojida, sen bir balo ekansan. Ronaldo murabbiyligini boshiga uradimi? Bir balo u legenda bo'lsa deb so'kinib yozishgan ekan. Menimcha erkak kishi shunchaki akkaunt ayolda nomidan bo'lib qolgan ekan. FIFA prezidenti bo'lishiga haqli debdilar. Mayli, bunisini qo'yamiz. Hozir boshqa videoga o'tamiz. Boshqa videoda ham kommentariylar. Men o'zim hammasiga bitta yuruvcha bosib, like bosib, ana shunaqa qilib chiqqanman. Nechta odam yozgan bo'lsa ham. Yorvoradi murabbiylikni, lekin yuqorida bitta aka aytgandek klub egasi bo'lishi ham mumkin deyishibdi. Bu joyda ovozaga avtoriskiga tushib olishi mumkin. Agar avtoriskiga tushsa, o'sha joyini kesib tashlayman. Ovozi yo'q bo'lib qoladi. Yoki videoni kesib tashlayman shu joyini. Bu yerda ko'p nima bo'lgan, gap so'zlar bo'lgan. Ya'ni tushunmagan bu qoidaga. Asli men ham tushunmaganman. To'g'risini aytsam, men tan olaman. Lekin men o'sha internetdan qidirib, shu qoidani topib, shu joyga tashlaganman. Hozir shuni sizlarga o'qib beraman. 2 oy oldin ekan, futbolda barcha jarima zarbalari free kick 2 xil bo'ladi. Birinchisi bevosita jarima zarbasi. Inglizchada qavscha olib yozilgan ekan, direct free kick deb to'g'ridan to'g'ri darvozaga tepish gol urish mumkin. Xo'p, ikkinchisida bilvosita jarima zarbasi indirect free kick qavs ichida. Bunda to'p darvozaga kirishi uchun avval boshqa o'yinchiga tegishi shart. Agar hech kim tegmay to'g'ri darvozaga kirsa, gol hisoblanmaydi. Menimcha shu holat bo'lgan. Siz so'rayotgan qoida bilvosita jarima zarbasi qoidasidir. Qaysi holatlarda bilvosita jarima zarbasi beriladi? Masalan, darvozadan to'pni 6 soniyadan ortiq ushlab tursa, darvozabon to'pni ushlab tursa ekan. Darvozabon sherigi qasddan oyoq bilan qaytargan to'pni ushlasa, darvozabon sheriga tashlagan outni qo'lda olsa,
o'yinchi xavfli o'ynasa, masalan, raqibga tegib yuboray deya oyoqni baland ko'tarib o'ynasa. Bu menimcha o'yinchi xavfli o'ynasa, chunki bu zarbasi o'sha 16 chiziqdan tashqarida bo'lgan. Shuning uchun menimcha shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak. Raqibga to'g'ridan to'g'ri tegmagan, lekin tartibga zid harakat qilsa, masalan, yo'lini to'sib qo'yish. Bu ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Shu ham yo'lini to'sib qo'ygan, shunaqa bilvosita zarbasi bergan bo'lishi mumkin. Bilvosita jarima zarbasining belgisi. Hakam qo'lini yuqoriga ko'tarib turadi tepa tomonga va to'p o'ynalguncha qo'lini tushirmaydi. Shuning uchun agar bilvosita jarima zarbasidan hech kimga tegmay to'p darvozaga kirsa, gol hisoblanmaydi. Avval o'yinchi yoki darvozabonga tegib, keyin kirsa gol hisoblanadi deyilgan ekan. Hop, bunga atvet yozilgan ekan. Temur Ibragimov 1 oy oldin bir bolani yebsan deyilibdi. So'kinganlar, yaxshi emas. Hop, yana o'sha odam yozyapti. Unday bo'lishi uchun himoyachi darvozabonga to'pni ushlab olishi kerak. Bu yerda esa jarima maydonidan tashqaridan tepdi deyilyapti. Menimcha shu tashqaridan tepilgani yo'lini to'sgan, bu birinchisi. Ikkinchisi xavfli o'ynasa, masalan, raqibga tegib yuboray deya oyoqni baland ko'tarsa, o'sha 16 dan tashqarida bo'lgan, bu so'kingan bola tashqarida bo'lgan deb aytilyapti. Shuning uchun shuna deb o'ylagan. Hop, qanday holda bilvosita jarima bo'ladi? Buni javobi tepada yozilgan. Judayam bilimingizga besh ketdim deyishibdi. Asli men internetdan olib shunaqa savollarga tovib yozgan edim. Men ham tushunmaganman boshida. Yaxshiyam tushunmas ekanman debdilar. Endi bitta orqaga qaytamiz, boshqa kommentariyalarni o'qiymiz. Wow, aqlli ekan. Men bunaqa qoida borligini hatto bilmas ekanman. Men ham bilmas edim. Lisa degan akkaunt ekan. Ushlab ham bo'laverardi deyishgan ekan. Haqiqatda ushlab bo'laverardi. Bekzodbek Saidov, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, sizni gapingizga qo'shilaman. Uni bunday shu kelganda ushlab bo'laverardi, ataylab qo'yib yubormay. Hakam qo'lini ko'tarib turibdi-ku, bu degani erkin to'pni o'yinga kiritish degani, tushunmaganlar uchun deb yozishgan ekan. Abdugul. To'pni boshlaganda 2 marta oyoqqa to'p tegishi kerak, lekin hali to'p 2 marta aylanmagan. Doktoriy degan odam yozishgan ekan. Ushlab olsa bo'lardi-ku deyishibdi yana. Nima farqi bor? Prosto ushlab olsa ham bo'lardi-yu deyishibdi yana. Agar darvozabon to'pni ushlaganda jarima zarba qayta amalga oshirilardi deyishgan ekan. Vit ye futbol degan akkaunt ekan. Bu balki gaplari to'g'ridir. Oddiy zarba-ku, qaytarsa ham bo'laverardi deyishibdi. Men tushundim debdilar. Men tushundim. Ne'matullayev, agar ko'rib turgan bo'lsangiz, salom bolajonim deyishibdi. Odamlar qarang, 5 xil baravar bas deyilgani ana shu yerda ma'lumda. Shu kommentariyalarda men aniq o'qiyman, chunki hammadan har xil fikr chiqadi. Biri kulgili, biri alamli, biri yomon so'zlar chiqib, hammadan har xil fikrlar tug'iladi. Dilmurod Turg'unov, Zaybal tushunmadim debdilar. Yetadi shu aka, bir kun kelib qolar deyishibdi. Hop, Shohruh Shahriddinov aka. Umuman tushunmadim. Shahar Koson aka. Bo'lmagan gap debdilar. Abdumajid Mahmudov, to'g'ridan to'g'ri jarima zarbasi emas edi deyapti. Shunga gol hisoblanmaydi. Futzalda ham outdan tepib gol urib bo'lmagandek debdilar. Abdumajid aka. To'g'ri, erkin zarbada to'g'ridan to'g'ri zarba berib bo'lmaydi, faqat pas berishi mumkin debdilar. Ana Kasimov Gayrat ekan 2 oy oldin yozishgan ekan. Agar ko'rib turgan bo'lsangiz, rahmat, sizni gapingizga 27 ta odam like bosgan ekan. Roberto Carlos yarim maydondan tepgan, nega u gol hisoblangan deyishyapti.
bekka, shu odamga. Nega unda futbolchilar oldini to'sib turibdi? Xuddi u darvozaga tepishimi kutayotgandek. Unda nega Abbos Fayzullayevni golini hisoblandi? U ham pas edi. Siz xatolashdingiz. Bu Braziliya qonunidir balki, lekin bilmadim deyishdi. Bilmadim. Darvozabonni kalla yaxshi ishlar ekan debdilar. Gulchiroy Saidamotova. Futbolga faqat erkaklar bas, buni ayollar ham qiziqadi. Kommentariyda ko'pchilik ayollar yozgan. Yana shu nima o'yin haqida men nima yozgan ekanman? Braziliya Seriya A gigantlari. Ya'ni shu o'yin haqida tavsif yozgan ekanman, ma'lumot. Gigantlari Corinthians o'z maydonida Atletico Mineiroga qarshi o'yin o'tkazayotgan edi. Uchrashuvning 74-daqiqasida hakam Braulio da Silva Machado mehmon jamoaga bilvosita jarima zarbasi belgilab berdi. Bu standart to'g'ridan-to'g'ri darvozaga zarba berish mumkin bo'lmagani uchun to'p jarima maydonchasiga uzatildi. Biroq na himoyachilar, na hujumchilar to'pga tegishga muvaffaq bo'lishdi. Natijada to'p darvozaboni Casio Ramos tomon uchib bordi. Odatda darvozabonlar bunday paytda to'pni ushlashga yoki qaytarishga urinadi, lekin 36 yoshli darvozabon boshqa yo'l tutdi. U o'yin qoidalarini mukammal bilganini va vaziyatda sovuqqonlikni namoyish etib, shunchaki to'p yo'lidan sakrab chetga chiqdi va uni to'rga kirib ketishiga imkon berdi. Albatta bu bilvosita jarima zarbasi bo'lgani uchun gol hisoblanmadi va qoidalarga ko'ra Corinthians jamoasiga darvozadan zarba, gol kick berildi. Ya'ni hisoblanmadi. Bu yog'i jarimadan zarba gol emasmi? Shuni to'ssa ham bo'lardi-yu bemalol darvozabon deyishibdi. Murod Qo'chqorov yozibdilar 1 oy oldin. Yoshlikda o'ynardik-ku, pryamoy kirsa ne gol deb. Aqlli ekan, men tushundim deb boshqa akkaunt yozgan ekanlar. Mahalla futbolga farqi yo'q lekin debdilar. Shtankaga tegsa hisoblanadi deganimi? Aqlli odam har doim qoidaga ishonadi. Qoida G'ga yordam berdi. Darvozabonga yordam berdi deyishibdi. Rostdan ham to'p tepish bilan futbolchi bo'lib qolmaysan, deyapti Tohir Xo'jayniyozov. Qoidalarni ham bilish kerak deyishyapti. To'g'ri. Tushunmadim baribir deyishibdi. 11 ta odam like bosishgan ekan. Xo'p, unga javob yozibdilar. Sizni shunchaki tur tushsa va oldi shtraf olsangiz to'g'ridan-to'g'ri tepish mumkin emas, lekin chalib yiqitishsa haqiqiy shtrafdan gol ura olasiz deyishibdi. Erkin zarba bo'lgan bunday hech kimga tegmay kirsa gol hisoblanmaydi deyishibdi. To'g'ridan-to'g'ri tepgani yo'q. Xo'p, bunisi ham bo'ldi. Lekin maza qildim kommentariyalarda o'qib. Modrich ekan, ovozini o'chirib turamiz. Muzikalari chiqib qolyapti. Muzikalar chiqsa avtoriskiga tushib qoladi. Bu long video. Tottenham Song. Song haqida ko'p koreyali muxlislar fikr bildirishgan. Hop, O'zbekiston Qirg'iziston o'yini 4-0 bo'lganda video bor ekan. Shunga 13 ta kommentariy bo'lgan ekan. Shuni sizlarga o'qib beraman. Rustam Xolmirzayev, bu sport qardoshlar musobaqasi deyishibdi. Ya'ni o'sha qo'shni Qirg'iziston bilan o'yinni qardoshlar musobaqasi deyishibdi. Ko'p ruscha ekan, to'g'risi tushunmadim ruschaga. Hop, shu bilan videoni tugatamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.